Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga 1 avgustdan boshlab kuchga kirgan va deyarli har bir oilaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim o'zgarishlarni tushuntirib beraman. Gap oddiy ko'rinadigan, lekin amalda odamning cho'ntagiga kredit olishiga, bo'lib to'lashga narsa xarid qilishiga, jarima va qarzdorlik masalalariga bevosita ta'sir qiladigan yangi tartiblar haqida ketadi. Agar siz kredit olgan bo'lsangiz, kredit olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bo'lib to'lashga telefon, maishiy texnika yoki avtomobil olmoqchi bo'lsangiz, kimlargadir kafil bo'lgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday holatlar bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki endi keyin ko'ramiz. Bank o'zi beradi, do'konda rasmiylashtirib yuborishadi degan eski yondashuvlar hamma vaqt ham ishlamaydi. Videoni boshlashdan oldin kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Men bu kanalda murakkab qonuniy va moliyaviy mavzularni oddiy tilda tushuntiraman. Shunda siz xatoga yo'l qo'ymaysiz. Ortiqcha jarima, foiz yoki qarzga botib qolmaysiz. Avval ko'pchilik qarorlar ancha soddaroq ko'rinardi. Odam do'konga borardi, telefon yoki muzlatgich tanlardi, pasportini berardi. Bank ilovasidan yoki savdo nuqtasidagi mutaxassis orqali bo'lib to'lash rasmiylashtirilardi. Ayrim hollarda daromad chuqur tekshirilmasdi. Odamning boshqa joydagi qarzlari, kafil bo'lgani, kartasidan muntazam ushlanmalar bor yo'qligi yetarlicha hisobga olinmasdi. Natijada bir odam bir vaqtning o'zida 3-4 ta majburiyatga kirib qolardi. Bitta bankdan kredit, boshqa ilovadan mikroqarz, do'kondan bo'lib to'lash. Yana ustiga yaqiniga kafil. Tashqaridan qaraganda hammasi alohida ko'rinadi. Masalan, bir joyga oyga 600 ming so'm, ikkinchi joyga 900 ming so'm, uchinchi joyga 1 million 200 ming so'm to'laydi. Lekin ularning hammasini qo'shganda odamning oylik daromadining katta qismi qarzga ketib qoladi. Keyin kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, yo'l kira, bolalarning xarajati, davolanish, ijara yoki uy ro'zg'or chiqimlari qoladi. Mana shunday holatda bitta kechikish ham zanjirli muammo keltirib chiqaradi. Jarima foizi, kredit tarixining yomonlashishi, karta bloklanishi, sudgacha ogohlantirishlar, ijroga yuborish xavfi. 1 avgustdan kuchaygan asosiy yondashuv shuki, endi qarz beruvchi tashkilotlar mijozning faqat pasportiga yoki birgina arizasiga qarab emas, balki uning umumiy moliyaviy holatiga, mavjud majburiyatlariga, rasmiy va real daromadiga, avvalgi to'lov intizomiga jiddiyroq qaraydi. Bu faqat banklarga emas, ko'p hollarda mikroqarz tashkilotlari, bo'lib to'lash xizmatlari, boshqa moliyaviy mahsulotlarga ham taalluqli bo'lishi mumkin. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Endi savol, siz kredit xohlaysizmi? Emas, balki siz bu kreditni qiynalmasdan qaytara olasizmi degan savolga aylanadi. Bu bir tomondan odamlarni ortiqcha qarzdan himoya qiladi. Ikkinchi tomondan esa ayrimlar uchun kredit olishni qiyinlashtiradi. Asosiy qism bir nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Birinchi muhim narsa. Daromad va qarz nisbati endi juda katta ahamiyatga ega. Masalan, sizning rasmiy oyligingiz 4 million so'm bo'lsa, siz allaqachon oyiga 1 million 500 ming so'm kredit to'layotgan bo'lsangiz, ustiga yana 2 million so'mlik oylik to'lovli kredit olishda muammo chiqishi mumkin. Chunki jami to'lovingiz 3 million 500 ming so'mga yaqinlashadi. Bu esa 4 million so'm daromad oladigan odam uchun juda og'ir yuk. Endi men baribir topaman, qo'shimcha ishlayman, aka-ukam yordam beradi degan gaplar har doim ham yetarli bo'lmaydi. Tashkilot ko'proq rasmiy tasdiqlangan manbalarga qaraydi. Masalan, ish haqingiz plastik kartaga tushadimi? Soliq tizimida daromadingiz ko'rinadimi? Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida aylanmangiz bormi? Pensiya yoki boshqa doimiy tushumingiz bormi? Agar siz yaxshi pul topsangiz, lekin hammasi naqd va rasmiy ko'rinmasa, kredit beruvchi uchun sizning to'lov qobiliyatingiz pastroq ko'rinishi mumkin. Ikkinchi muhim narsa kredit tarixi. Oldin ko'pchilik 2-3 kun kechiksam hech narsa bo'lmaydi deb o'ylardi. Endi bu juda xavfli fikr. Chunki kredit tarixi faqat katta qarzlar bo'yicha emas, kichik mikro qarzlar, bo'lib to'lashlar, ayrim muddati o'tgan majburiyatlar bo'yicha ham shakllanadi. Siz 500 ming so'mlik qarzni 20 kun kechiktirgan bo'lishingiz mumkin. Lekin keyin 2 million so'mlik kredit so'raganingizda bank sizning intizomingizga shubha bilan qaraydi. Real hayotiy misol olaylik. Aziz ismli yigit 6 million so'm oylik oladi. U avval telefoni bo'lib to'lashga olgan. Oyiga 700 ming so'm to'laydi. Keyin uyga televizor olgan. Oyiga 900 ming so'm to'laydi. Yana do'stiga kafil bo'lgan, do'sti hozircha to'layapti, lekin majburiyat tizimida ko'rinadi.
Aziz avtomobil uchun kredit olmoqchi bo'ladi. O'zi o'ylaydi. Men 6 million olaman, bemalol to'layman. Lekin tashkilot uning 1 million 600 ming so'm doimiy to'lovi borligini, kafil sifatida xavfi mavjudligini, kartasida ba'zi oylar yetarli tushum bo'lmaganini ko'radi. Natijada unga so'ragan summani bermasligi, kamroq summa taklif qilishi yoki qo'shimcha ta'minot so'rashi mumkin. Uchinchi muhim narsa kafil bo'lish. Ko'pchilik eng katta xatoni shu yerda qiladi. Faqat imzo qo'yib beraman. Qarzni u to'laydi-ku deb o'ylaydi. Aslida kafil bo'lish bu oddiy guvoh bo'lish emas. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, qarz sizdan talab qilinishi mumkin. Bundan tashqari siz hali hech narsa to'lamagan bo'lsangiz ham kafil sifatidagi majburiyat moliyaviy yuk sifatida baholanishi ehtimoli bor. Misol uchun Dilnoza opa 5 million so'm oylik oladi. Singlisiga nada million so'mlik kreditga kafil bo'lgan, singlisi vaqtida to'layapti. Dilnoza opa o'ziz uy ta'miri uchun 25 million so'm kredit olmoqchi. Bank qaraydi. Daromad bor, lekin kafil majburiyati ham bor. Agar singlisi to'lmay qolsa, Dilnoza opa zimmasiga qo'shimcha yuk tushadi. Shu sababli unga kredit rad etilishi yoki kamroq limit berilishi mumkin. Demak, kafil bo'lishdan oldin bu odam ishonchlimi degan savoldan tashqari, men keyin o'zim kredit olmoqchi bo'lsam, bu menga ta'sir qilmaydimi deb ham o'ylash kerak. 4-muhim narsa bo'lib to'lash ham qarz. Ko'pchilik buni kredit deb qabul qilmaydi. Do'konda foizsiz muddatli to'lov yer foiz. Bir daqiqada rasmiylashtiramiz degan yozuvlarni ko'radi va oddiy xarid deb o'ylaydi. Lekin siz har oy to'laydigan majburiyatga kiryapsiz. U sizning umumiy moliyaviy yukingizni oshiradi. Agar siz bir vaqtning o'zida 3 ta buyumni bo'lib to'lashga olsangiz, keyin muhimroq ehtiyoj uchun kredit kerak bo'lganda, masalan, davolanish, o'qish kontrakti yoki uy ta'miri uchun tizim sizda allaqachon yetarlicha majburiyat bor deyishi mumkin. 5-muhim narsa, kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Men buni aniq aytaman. Bir nechta kredit yoki bo'lib to'lash majburiyati borlar xavotir olish kerak. Oyligi rasmiy ko'rinmaydiganlar xavotir olish kerak. Doimiy kechikish bilan to'laydiganlar xavotir olish kerak. Kafil bo'lganlar xavotir olish kerak. Oilada daromad bitta odamga bog'liq bo'lib, xarajatlar katta bo'lganlar ehtiyot bo'lish kerak. Shuningdek, faqat minimal to'lovlarni to'lab yuradigan, lekin asosiy qarzni kamaytirmayotgan odamlar ham vaziyatini qayta ko'rib chiqishi kerak. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning rasmiy daromadingiz barqaror bo'lsa, kreditlaringiz kam bo'lsa, har oy to'lovlarni vaqtida qilsangiz, qarz yukingiz daromadingizga nisbatan me'yorida bo'lsa, kredit tarixingiz toza bo'lsa, siz uchun yangi tartib muammo emas. Aksincha, bunday odamlar moliyaviy tashkilotlar nazarida ishonchli mijoz bo'lib ko'rinadi. Ularga shartlar yaxshiroq, foiz pastroq yoki tasdiqlash tezroq bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Menga rad javobi berishdi. Demak, hammasi tugadi deb o'ylamang. Rad javobi har doim ham siz yomon mijozsiz degani emas. Balki ayni paytda daromadingiz yetarli ko'rinmagandir. Hujjatlaringiz to'liq emasdir. Kredit tarixida xato ma'lumot bordir. Eski yopilgan kredit hali tizimda yangilanmagandir. Shuning uchun rad javobidan keyin darhol boshqa joydan ketma-ket ariza yuborish ham to'g'ri. Chunki juda ko'p ariza ham ayrim tizimlarda xavf belgisi sifatida ko'rinishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, rasmiy daromad bilan real daromad farqi. Masalan, usta, taksichi, savdogar, frilanser, fermer yoki uyda xizmat ko'rsatadigan odam oyga yaxshi pul topishi mumkin. Lekin hujjatda daromad ko'rinmasa, kredit beruvchi bu pulni doimiy va ishonchli deb baholamasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Daromadingizni imkon qadar rasmiylashtiring. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, tushumlarni karta yoki hisob raqam orqali yuritish keyingi moliyaviy imkoniyatlaringizni oshiradi. 3-tuzoq, oilaviy byudjetni noto'g'ri hisoblash. Odamlar ko'pincha faqat kredit to'lovini hisoblaydi, lekin yashash xarajatlarini unutadi. Masalan, siz 7 million so'm oylik olasiz, kredit to'lovi 2 million so'm bo'lsa, 5 million qoladi, yetadi deysiz. Lekin 5 milliondan oziq-ovqat, transport, kommunal to'lovlar, internet, kiyim-kechak, dori-darmon, bolalarning maktabi, mehmonchilik, kutilmagan xarajatlar chiqadi. Agar oilada ijara bo'lsa, vaziyat yanada og'irlashadi. Shuning uchun kredit olishdan oldin kamida oxirgi 3 oylik xarajatlaringizni yozib chiqing. Shunda haqiqiy manzara ko'rinadi. 4-tuzoq, foizsiz degan so'zga aldanish. Bo'lib to'lashda foiz alohida ko'rinmasligi mumkin, lekin mahsulot narxi naqd narxdan qimmatroq bo'lishi, xizmat haqi, sug'urta, komissiya
yoki kechish jarimalari bo'lishi mumkin. Masalan, naqdga 3 million so'mlik telefon bo'lib to'lashda 3 million 600 ming so'mga tushishi mumkin. Odam oyga 300 ming so'm deyaveradi, lekin umumiy narxga qarasa farq katta. Shuning uchun har doim oyga qancha degan savoldan oldin jami qancha to'layman deb so'rang. 5-nozik jihat, muddat qancha uzun bo'lsa, umumiy to'lov shuncha ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, 20 million so'mlik kreditni 2 oyga olsangiz, oylik to'lov kattaroq bo'ladi, lekin jami ortiqcha to'lov kamroq bo'lishi mumkin. 36 oyga olsangiz, oylik to'lov yengilroq ko'rinadi, lekin umumiy foiz ko'payadi. Ko'pchilik faqat oylik to'lovga qaraydi. Bu esa eng katta xatolardan biri. Men tavsiya qilaman, shartnomada umumiy qaytariladigan summani albatta ko'ring. 6-nozik jihat, kechikish sanasi. Ba'zi odamlar 1-2 kun kechiksam bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin shartnomada to'lov sanasi aniq belgilangan bo'ladi. Agar to'lov 10 sana bo'lsa, 11 sana allaqachon kechikish hisoblanishi mumkin. Banklar va tashkilotlar turlicha ishlaydi. Lekin siz xavfsiz yo'lni tanlang. To'lovni belgilangan sanadan kamida 2-3 kun oldin qiling. Chunki ba'zi banklarda o'tkazma kechikadi. Ilova ishlamay qoladi, karta limiti chiqadi. Internet bo'lmaydi. Bunday texnik sabablar sizni javobgarlikdan to'liq ozod qilmaydi. 7-nozik jihat, eski kredit yopilgandan keyin ma'lumotni tekshirish. Siz kreditni yopdingiz, xursand bo'ldingiz, lekin tizimda u hali faol ko'rinishi mumkin yoki yopilganligi yangilanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kreditni to'liq yopgandan keyin tashkilotdan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma olish foydali. Bu ayniqsa katta kreditlar. Avtomobil krediti, ipoteka yoki kafillik masalalarida muhim. Endi eng kerakli qism. Bugundan boshlab nima qilamiz? Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam, barcha qarzlarga ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yoki telefondagi jadvalga yozing. Qaysi bankdan qancha kredit bor, oyga qancha to'laysiz, oxirgi to'lov sanasi qachon, yana necha oy qolgan, foiz stavkasi qancha, kechikish bormi, bo'lib to'lashlarni ham alohida yozing. Bu kredit emas deb tashlab ketmang. Har oy pul chiqayotgan majburiyat bo'lsa, ro'yxatga kiradi. Ikkinchi qadam, daromadingizni hisoblang. Faqat taxminiy emas, aniq ish haqi, qo'shimcha daromad, ijara daromadi, savdo tushumi, pensiya, stipendiya yoki boshqa doimiy tushumlar. Lekin bir martalik pulni doimiy daromad deb hisoblamang. Masalan, bir oyda qarindoshingiz pul berdi yoki biror buyumni sotdingiz. Bu kelasi oy ham bo'ladi degani emas. Kredit to'lovi esa har oy keladi. 3-qadam, qarz yukingizni tekshiring. Oyiga barcha kredit va bo'lib to'lash to'lovlaringizni qo'shing. Keyin uni oylik daromadingiz bilan solishtiring. Masalan, daromadingiz 5 million so'm, qarz to'lovlaringiz 2 million 500 ming so'm bo'lsa, daromadingizning yarmi qarzga ketmoqda. Bu juda ehtiyotkorlik talab qiladigan holat. Agar 6-7 foizga chiqib ketgan bo'lsa, yangi qarz olish haqida emas, mavjud qarzlarni kamaytirish haqida o'ylash kerak. 4-qadam, kredit tarixingizni tekshiring. Buni tegishli kredit byurolari yoki banklar orqali aniqlash mumkin. Agar ma'lumotda xato bo'lsa, masalan, yopilgan kredit ochiq ko'rinsa, kechikish noto'g'ri qayd etilgan bo'lsa, darhol murojaat qiling. Ariza yozing, shartnoma nusxasi, to'lov cheklari, yopilganlik haqidagi ma'lumotnomani ilova qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma murojaat qiling. 5-qadam, har bir shartnomani imzolashdan oldin 3 ta savol bering. Birinchisi, jami qancha pul qaytaraman? Ikkinchisi, kechiksam jarima qanday hisoblanadi? Uchinchisi, muddatidan oldin yopish mumkinmi va bunda qo'shimcha to'lov bormi? Agar mutaxassis bu savollarga aniq javob bermasa, shartnomani shoshilmasdan o'qing. Hech kim sizni hozir imzolamasangiz aksiya tugaydi deb bosim ostida qoldirmasligi kerak. 6-qadam, kafil bo'lishdan oldin alohida o'ylang. Men hatto shunday tavsiya qilaman. Kafil bo'lishdan oldin o'zingizga yozma ravishda javob bering. Agar bu odam to'lamasa, men shu qarzni to'lay olamanmi? Agar javob yo'q bo'lsa, kafil bo'lmang. Bu yaqin qarindosh, do'st yoki hamkasb bo'lsa ham. Chunki keyin munosabat ham buziladi, moliyaviy ahvol ham yomonlashadi. 7-qadam, to'lov kunidan oldin eslatma qo'ying. Telefoningizga eslatma o'rnating. Bank ilovasida avtomatik to'lov imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Lekin avtomatik to'lovga ham to'liq ishonib qolmang. Kartada pul borligini tekshiring. Agar to'lov sanasi ish haqi tushadigan kundan oldin bo'lsa, bank bilan gaplashib, to'lov grafikini qulayroq sanaga o'zgartirish mumkinmi so'rang. 8-qadam, muammo chiqsa yashirinmang. Agar bo'y to'lay olmasligingizni oldindan bilsangiz,
tashkilotga murojaat qiling. Restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini o'zgartirish, ma'lum muddat yengillik berish kabi variantlar bo'lishi mumkin. Eng yomon yo'l bu telefonni o'chirish, qo'ng'iroqlarga javob bermaslik, manzilni yashirish. Bu vaziyatni yengillashtirmaydi, aksincha og'irlashtiradi. 9-qadam. Hujjatlarni tartibga keltiring. Agar kredit olishni rejalashtirsangiz, pasport yoki ID karta, daromadni tasdiqlovchi hujjat, ish joyidan ma'lumotnoma, bank kartasi tushumlari, tadbirkor bo'lsangiz soliq hisobotlari, mavjud kreditlar bo'yicha ma'lumotlar, garov bo'lsa mulk hujjatlari tayyor bo'lsin. Hujjat qancha tartibli bo'lsa, jarayon shuncha oson kechadi. 10-qadam. Oilangiz bilan ochiq gaplashing. Kredit faqat bitta odamning ishi emas. Agar oilaviy byudjet umumiy bo'lsa, qaror ham umumiy bo'lishi kerak. Xotinidan, xotin eridan yashirib bo'lib to'lashga narsa olsa, keyin uyda muammo boshlanadi. Bolalarning kontrakti, davolanish, ijara, oziq-ovqat kabi muhim xarajatlar borligini hisobga olib qaror qiling. Yana bir amaliy maslahat, zaxira jamg'arma yarating. Hech bo'lmasa bir oylik kredit to'loviga teng pulni alohida saqlang. Masalan, oyiga 1 million 200 ming so'm kredit to'lasangiz, kamida 1 million 200 ming so'm favqulodda zaxira bo'lsin. Ish kechiksa, kasal bo'lib qolsangiz, mashina buzilsa yoki daromad kamayib qolsa, shu zaxira sizni kechikishdan qutqaradi. Xulosa shuki, 1 avgustdan keyingi yangi yondashuv har birimizdan moliyaviy intizomni talab qiladi. Endi kredit, mikroqarz bo'lib to'lash yoki kafillikka oddiy rasmiyatchilik sifatida qarash mumkin emas. Har birimiz o. Har bir oylik to'lov, har bir kechikish sizning kelajakdagi moliyaviy imkoniyatlaringizga ta'sir qiladi. Men sizga bugun eng muhim narsani aytdim. Qarz olishdan oldin daromadingizni, xarajatingizni, mavjud majburiyatlaringizni va kredit tarixingizni tekshiring. Shartnomani o'qing, jami to'lovni hisoblang, kafil bo'lishga shoshilmang, muammo chiqsa yashirinmang. Shunda yangi qoidalar siz uchun xavf emas. Aksincha himoya vositasiga aylanadi. Sizda hozir kredit bormi? Bo'lib to'lashga narsa olganmisiz? Yangi tartib sizga ta'sir qildimi yoki hali sezilmadimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim o'zgarishlarni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham, kelajagini ham asraydi.